Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari, hurmatli obunachilar. Mana bugun Xudo xolasa dehqonchiligimizning birinchi hosilini terish jarayonini hozir ko'rsatib beramiz. Vaqt juda ham o'tdi. Bu kartoshka hosilini qanday yetish darajasini bilish uchun, demak, undan oldingi videolarni ko'rib chiqsalaringiz, ekilishi yoki obrobotka ishlari va hokazolar hammasi yoritilgan. Hammalarimizning dehqonchiligimizga Xudo barakasini bersin. Kuzatib boring, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiringizlar. Rahmat. Mana bu yigitlar hozir menga yordam beradi. Katta hasharchilar bor. Mana. Mana boshlab oldik, xudo xolasa. Hosildi. Kartoshka. Vorbon, qanday yaxshimisiz? Ishlaringiz yaxshimi? Charchamayapsizlarmi? To'g'risi birinchi bo'lgan juda charchatdi hozir. Kartoshka. Hozir operator chaqiramiz. Syomka qiladi, ko'rsatadi. Assalomu alaykum barchaga. Mana bugun ikkinchi kun, xudo xolasa. Dehqonchilik qazishlarni boshladik, xudo xolasa. Hozir motokultivatorda o'sha kartoshkani qanday ko'ylab, qanday yig'ishtirib olish kerakli bo'ladigan joylarni ko'rsatib o'tamiz. E'tibor bilan ko'rasizlar, xudo xolasa. Xo'p, demak, mana oddiy shu qo'l bola oddiy 9 lik motokultivator bu. Mana buni endi poddelka qilib olganmiz, e'tibor bermaysizlar. Chunki juda zo'r yasaladi. Oddiy temirdan endilik qancha? Yetak 60 lik bo'ladi. Mana bu yerlar, mana bu yeri, demak 60 lik. Oralari 10 cm dan bo'ladi. Shu atrofida qilib yasab ketaverasizlar. Yasashda e'tibor berish kerak. Mana buni uchun zazor bo'lmasi kerak. Mana bu stoykani mana bunga moslab qalinroqdan qo'yish kerak. Bo'lmasa menga qo'shib mana poddelka ishlatishga majbur bo'lasiz. No lekin yarayapti-yu, baribir ozroq nima qiladi. Mana bu joyda o'zining zavodskiy 3 ta anaqasi bor. Endi yana buni ko'raverasizlar mana. Begada bo'lib xotirladi. Mana.
Hozir yurg'izib yana kovlash jarayonini ko'rsatib beramiz. To'g'ri qaysi biri gap? To'qqiz yarim. 7:30. 9:30 soat.